Hürmetlik radyo anlıqçılar. Hazır Amerikalik meşhur yazğıcı Edis Wharton'ның Şinjan Xalq Nashriyatı tarafından nashr qilingan G'ubarsız Yillar nomli romanini anlatamiz. Ammo cho'ng tipdagi kashlik ziyofat degan boshqa gapda. Buni uyushtirish osonmi? Buning uchun bir oshpaz, ikki mulozim yollashqa Rimning Punch sharqi, Xandirin gulxonasining atirguli, yana girvikiga oltin hal berilgan tomoq risolasi tayyorlanishi kerak. Dal Archer xonim aytgandek, Rimning Punch sharqi bo'lsa boshqacha bo'ladi. Gap haraqning o'zida emas, balki uning buyuk ma'nosida. U kulrang dumlik o'rdak yoki yiroq sharq toshbaqisi, ikki xil sho'rpa, bir sovuq, bir issiq tatliq pishiriq, qisqa yang, nursi ochiq ko'nglak va ravrus imtiyozli mehmonlardan derak beradi. Bir jup yosh er-xotinning birinchi turkum bog'oqni 3-shaxs nomida taqib chiqarishi haqiqatan qiziqarli ish edi. Ularning taklifini oshu peshqadamlar va qiziq nuqtaga aylanib qolganlarmi rad qilmaydi. Shundaqdimi Mayning Oraniska xonimni uzitish yuzasidan uyushtirgan bu ziyofatiga qatnashish uchun Van Derleton er-xotinning talabga binoan kelishi ko'pchilikning birdek cho'ng g'alaba bo'ldi deb ta'riflashiga erishdi. Mushundaq bir alohida tushdan keyinda ikkalanga qaynona bo'g'ichi ikki xonim Mayning saroy uyida o'ltiradi. Archer xonim eng qalin oltin rang jiyak chiqarilgan kartaga taom risolasini yozib otadi. Villand xonim bo'lsa palma darxi va yergacha sangilab turadigan chiroqlarni qandoq esishga ko'rsatma berib otadi. Archer ishdan xeyli kech qaytdi. Uyga kelganda ularning texicha shu yerligini payqadi. Archer xonimning butun diqqati shiradagi tizimliklarga tikilgan edi. Villand xonim bo'lsa, girbaklarga oltin yaltilgan safani oldiroq tassa qandoq bo'ladiganligini dangsash bilan mashg'ul edi. Munda qilganda pianino bilan deriza orasidan yana bir bulung chiqog'ini bo'ladi. Ularning Archerga aytishicha, May tamoqxonada uzun shiraning o'ttirisiga qo'yilgan oshu bir top Jaxminno atirguli va persavshanni hamda shaxsimon shamdallar orasiga qo'yilgan qand gezak soladigan naqshlik kumush taxslarni tekshirish bilan aldirash bo'lib yetibdi. Pianinoning ustiga Van Derleton apandi Scott Collifton akaldirgan cho'ng bir sivat katran guli tizildi. Umuman bu cho'ng ish boshlanish oldida barliq tayyorliklar doimlik qoidalar bo'yicha taq qilindi. Archer xonim nemidir bir narsani xiyol qilayotgandek mehmonlarning tizimligiga qaraganicha oshu ushliq oltin qalamida har bir ismning orqasiga belgi urvatadi. Henry Van Derleton Loisa, Lofil Mingot Arayal, Regi Chifris Arayal, Laurenis Lifertis bilan Gertrude. Yaxshi, May ularni chaqirib to'g'ri qilibdi. Selfredki Mary oilasi, Sellerton Jackson, Van Newland bilan ayoli. Newland vaqt nima degan tez o'tgan, ha? Uning son qo'llash bo'g'ini tunugungi ishtakli turdi. Yana Oraniska xonim. To'g'ri, mushinchilik. Villand xonim kuyovliga mehri bilan qarab etib, Newland, hammaylan cho'qim May ishkanlarni baksixiylik bilan obdan kutdi deydigan bo'ldi. dedi. Ha, dedi Archer xonim. Meningcha, May navr hadis orqali chetdanliklarga bizning uncha ish uqmaslardan emasligimizni bildirib qo'ymoqchi o'xshaydi. Shuningga ishinaman 50 cho'qim qattiq ta'sirlanadi. Meningcha u bugun tushdan burla yetib keldimikin, bu murosim uningda eng oxirgi eng go'zal ta'sirotni qoldiradigan bo'ldi. Jiroq safarga chiqish oldidagi oqshom odati bekmo ma'nisiz bo'ladi. Villand xonim og'ziga tegmay so'zligil turdi. Archer ishga qarab mengivdi, qaynonasi to'g'lab to'xtatdi. Berib tamoq shirasiga qarab beqinga, Maybek cho'chirib ketmasin. Biroq u anglamaganga selib, ikkinchi qavatga chiqib, kutubxonasiga kirib ketdi. Kutubxona xuddi bir notanish chiroyning sipoyi qiyofatga kirib bilindi. U kutubxonasining radga silinganligini, jabdulganligini, küldan ve qarg'ay yağıçıda yasalgan qutilarmu donolik bilan qo'yilib, mo'tibarlarning tamoq chekishiga taxlanganligini payqadi. Ish qilib, uzoq ishiltib ketmayman-ku.
u mushularni o'ylag'inicha pardazxonaga chiqib ketdi. Oraniska xonimning Nyu-Yorkdan ketganiga 10 kun bo'ldi. Bu 10 kun jarayonida Archer uning ozroqmi xabarini ololmadi. Faqat talo qog'oziga o'ralgan peti qaytarib etilgan oshqushnalar topshirib oldi. Xat uning ishxonasiga kelgan. Konvertikisi Oraniskaning pochirkisi edi. Uning eng oxirgi o'tinishiga berilgan bu javobni aslida odatdagi bir o'yinning tipik qadam bosqichi deb qarashga bo'ladi. Biroq Archer uningga boshqa bir ma'no kirgizib qo'ydi. Oraniska yanada qarshilashadigan qiynalish ichida o'tadigan bo'ldi. U faqat Yevropaga qaytdi. Erining qishiga emas. Shunga hech qanday ish Archerning uni qo'g'lashib berishiga to'salg'i bo'lmaydi. U kayniga qaytarg'ili bo'lmaydigan ashu qadamni tamomlasila, ham kayniga qaytalmaydiganligini uningga isbotlasila, u hargizmi Archerni qo'g'lab etmaydi. Buningga uning ishonchi bor. Kelgusiga bo'lgan mushi ishonchlar Archerni navbatdagi rolni o'ynashga da'vat qilyotdi. Uningga xat yozmaslikda ching turishga ham hech qanday azob va o'kinishni oshkorlamaslikka undayotdi. Archerga ikkisi o'tirsidagi to'limi maxfiy bu o'yinda yengish bileti o'z qo'liga o'tgandek bilindi. Shunga u kutmoqda. Ammo bu mazgillar to'limi azobli mazgillar bo'ldi. Masalan, Oraniska xonim mengib atsi Lightbray apandi odam avatib Archerni chaqirdi. Uni Manson Mingot xonimning navri qiziga mol-mulk ta'sis qilishni havola qilishga oid tafsilotlarni aniqlashga o'rinlashtirdi. Archer 2 soat sarf qilib, boshliq bilan bu ishga aloqador modellarni bir-birlab ko'rib chiqdi. Mushu orliqda u bu ishda o'zini chaqirtib maslahatlashishning faqat uning bilan navri munosabatda bo'lganligidan bo'lmaganligini sal his qilib qilib, muzokara oxirlashganda haqiqiy ahvol oshkora bo'ldi. Oy, bu xonim ishni hal qilishda buning toza obdan chora bo'lganligini inkor qilolmaydi. Lightbray heliqi kelishimnomaga birdam qarab etib, tilini chaynab xulos qildi. Amaliyotda demasam bo'lmaydi. Har qaysi jihatdan aytganda, uningga behli kengchilik qilingan bo'ldi. Har qaysi jihatdan aytganda, Archer bir xil masxara aralash talaffuzda takrorladi. Eri uning o'zining pulini o'ziga qaytarib berish taklifini beribdi. Devatqiningizmi shumi? Lightbrayning qo'yuq qoshlari likildab ketdi. Apandi, qonun degan qonun. Xotiningizning navri hadisining to'y ishi Fransiya qonunining cheklamasiga uchraydi. Oraniska xonim uning nemidan derak berdiganligini obdan tushunsa kerak. U tushunsimi, keyin yuz bergan ishlar. Archer so'zni to'xtatib oldi. Lightbray qalamning dastisini qo'rilib ketgan yo'g'on burnining uchiga tiradi. Ham nazarini qalamning dastisini bo'ylab pastga yo'tkadi. Chiroyidan yanala obro'yliq mo'tabarlarning o'g'lini ogohlantirmoqchi bo'lib, axloq fazilatli bo'lish aqlsizlik qilganlik emas, demoqchi bo'layotganidek ifoda chiqib turadi. Apandi, grafning savarligini yeniklatgim yo'q. Biroq yana bir jihatdan o'zimga avorchilik tepib olganmi yo'q. Uningga nisbatan ishlar texi taqobil turg'udek holatga kelib qolgani yo'q. Lightbray bir tatmini ichib, qatloqliq bir hujjatni Archerning oldiga ishtardi. Archer hujjatni ichibmi qo'ymadi. Uning fikriga radiya berish maqsadimi bo'lmadi. Buning bilan advokat apandining sal kursi tushib, yana so'zni davom qildi. Qarang, buni texi eng oxirgi yakun deganim yo'q. Ish oxirlashdiganga xeyli bor texi. Biroq kichkina belgisini ko'ribla mohiyatiga yetmak bor. Umuman, bu chiroyliqcha bartaraf qilish usuli har qaysi jihatlardan nihoyatda obdan bo'ldi. Shundaq, nihoyatda obdan bo'pti. Archer qo'llag'ash hujjatni asli joyiga ishtirib qo'ydi. 2 kundan keyin Manson Mingotning chaqirishi uni yana bir qaytimliq cho'nqur sinoqqa duchor qildi. Momayning kayfiyati tushib, ochiqdan rosa qursig'i ko'pkanligini u bir qarabla bilib oldi. Ellenning meni tashlab ketganini bilamsiz,
dedi u Archerni ko'ribla va uning javobini kutmayla so'zni davom qildi. Hey, nemishqa deb so'ramang. U nurg'un sabablarni ko'rsatgan edi. Hech qaysi yodimda yo'q. Menga uni bu yerdagi ma'nisizliklarga chidamidimikin deyman. Nemala dey, Augusta bilan kelinim shunda qaraydi ekan. Lekin mening jamin uningdan ko'gili bo'lmaydi. Oraniskaga uchiga chiqqan eski, biroq uning bilan birga kun kechirish 5-ko'chada yashagandan yaxshiroq. Jamiyatdagilar buni e'tirof qilmadi. Ularning qarashicha 5-ko'cha degan teptinish bir joymish. Bechora Ellen albatta erining qishig'i ketmaslikni qaror qilib bo'pti. U izchil shundoq deb kelgan edi. Shung u Medora degan hiliq kalva bilan Parijda o'ltiraqlashmoqchi bo'pti. Hey, Parij degan-ku Parij. U yerda tuzuk pulingiz bo'lmasa-mu, biror paytolliq bo'la olaysiz. Biroq u bechora o'mig'im mushining'imi balalar chiqish bo'lib ketdi-da. Uni seg'inaman. Ikki tomchi yosh momayning semiz yuzini bo'ylab do'milg'inicha ashu cheksiz maydasiga tushib yo'q edi. Faqat birla ishni o'tinaman, dedi momay oxir. Ular endi meni kelib ovora qilmasin, oramimda qo'ysin. U Archerga sal qiyammayotgandek ko'zlarini chimchiqlatdi. Dal mushu kuni oqshimi u uyga qaytib kelganda May uning navra hadisini uzitish murosimi o'tkazib bermoqchi bo'layotganligini aytdi. Oraniska xonim Washingtonga qochib ketgan ashu kechadan buyon birari uning ismini eg'izga elishmagan edi. Archer xotiniga hayronlik bilan qarab qoldi. Murosim o'tkazimiz? Nemishqa? So'radi u. Mayning yuzi qizirib ketdi. Siz onunğa amraqqa, sizni xush bulamdikin debdikenman texi. Bundaq deganingiz bek obdan bo'ldi. Biroq men haqiqatan tushunamadim. Bu murosimni cho'qim uyushtirman Nevland. U bu gapni deb bo'lib, tamkinlik bilan o'rnidan turib, yeziq ustulining qishig'i keldi. Bag'aqlarning hammasi yezilib bo'ldi. Apam yezib berdi. Omo bizni bu murosimni o'tkazishi kerak deb qaraydi ekan. U gapini to'xtatib, o'ng'aysizlangan holda chiroyiga kulki yugurtdi. Archer shu chaqda oldidagisining jamiyatining tipik bir namoyandasi ekanligini to'satdan tunib yetdi. Ha, bo'ptamsa, dedi Archer u sungan mehmonlar tizimligiga ko'z qirnama sep qo'ymay. Murosim boshlanishdan avval Archer saroy uyga kirib kelganda May tam mashga engishib, o'tinlarni ehtiyotchilik bilan radlik tizib, ularni ko'nmagan pokiz chaqchuq orasida ko'ydirishning g'amini qilib atdi. Meningcha, Ellen bu uyga chiroq yiqilgan manzirni zodli ko'rib baxmagan. May tuzashtirishni to'xtatib, yuzlari qizargan holda tushunishga bo'ladigan iftixorlik bilan atrofga baxdi. U mo'rining yeniga yo'lab qo'ygan mis laxshigir jaloqqida o'rilib tushib, Archerning ovozini besib ketdi. Archer laxshigirni qaytadan yo'lab bo'g'icha Van Derleton apandi va xonimining kelganlik xabarini angladi. Boshqa mehmonlarmi ularning orqasiga kelishga boshladi. Chunki Van Derleton apandining vaqtida g'izolanishga amroqligi ko'pchilikka ayon edi. Uyga mehmonlar to'shayli dedi. Archer Sifleritki Mary xonimga Vibah Xovinning qo'yning yeziqchilikni mashq qilishni ko'zlayotdi. Bu chaqda u to'satdan Oraniska xonimning o'z yeniga kelib bo'lganligini bayqadi. Nevland, murosim boshlanmoqchi. Elini epkirmamsiz. Mayning to'lig'ini angladi u. Oraniska xonim uni qo'ltiqlab oldi. Archer bu qo'llarga palay kiymaganligini bayqadi. Bu chaqda ashu kuni oqshimi uning bilan birga 23-ko'chadagi ashu kichik uyda o'ltirgandagi manzara uning ko'z oldiga keldi. Shu chaqda u bu qo'llarga ko'zni uzmay qarab ketgan edi. Uning yuzidagi go'zalligi Archerning yanglari ustidagi nozik barmoqlar va bo'g'imlarning orqasiga mo'kib olgandek qiladi. U ko'nglida o'ziga uning qo'lini yana ko'rish uchun bo'lsa-mu, uningga agashkinim agashgan deb o'yladi. Faqat chet ellik mehmonni kutish uchun uyushtirilgan murosimda Van Derleton xonim sohibxonning so'l tarafida o'ltiradi. Oraniska xonimning chet ellik salohiyati bu xo'shlashish murosimida rolini dal joriy qildirdi. Van Derleton xonimning o'rin almashtirishga tutgan pozitsiyasi shunchalik illiq bo'ldiki, hammasi uni qo'lladi.
shunda qilmasa bo'lmaydigan ba'zi ishlarni qilishga to'g'ri kelganda mardonlik bilan puxodan chiqichi qilish kerak. Archer bu so'rinda hech nimaga arzimas yordamchiga o'xshab qoldi. U o'zini shaxsiman osma chiroq bilan to'ris orasida laylab yurgandek his qilib, bu so'rinda o'zining qanday roli borligini zodi bilmagandek qiladi. Uning nazari oziqliq yetarlik bo'lgan har bir chiroylardan o'tdi. May tayyorlagan kulrang dumbilik o'rdak kavupiga butun diqqatini ag'dirib, qaramoqqa hech qanday yomon maqsadi yo'qdek o'ltirgan kishilar uningga deminimi chiqolmaydigan bir to'pladek o'zi va o'ng tarafida o'ltirgan tatarangu chiroy ayol bo'lsa, dal ularning qaslash obyektidek bilindi. Bu Nyu-Yorkning qon chiqarmay odam o'ldiradigan koni usuli. Bu usul sachchilikka qilishni kasallikdan ig'ir ko'radigan, yuz obro'yni jur'atdan a'lo biladigan, ish terg'uchi ishni o'z bilan tugatmay, boshqalarni aralashtirib olsa, tarbiya ko'miganlikning ifodasi deb qaraydigan ashu kishilarga tabi. Bu xiyollar birining orqasiga biri ulinib kelmoqda. Archer o'nini chiqarib kulibdi. Uning ko'zlari Van Derleton xonimning hayronlik ilkida tashlagan ko'zlari bilan uchrashdi. Bak kulkilik his qilayotgansiz, dedi u xonim ochiq kulib. Bechora Reginaning Nyu-Yorkda qog'ozi bor ekan. Meningcha bu xiyoli to'liq kulkilik. Albatta, dedi Archer o'z-o'ziga davatgandek. Bu chaqda u Oraniska xonimning yana bir yanida o'ltirgan birining o'zining o'ng tarafidagi bu xonim bilan paranglashayotganiga xeyli bo'lganligini his qildi. Shundaqla Van Derleton apandi bilan Selifredki Mary apandining o'tirisida o'ltirgan Mayning shirani bo'ylab sharat qilganini ko'rdi. Demisimi ras? U sohibxon turuqliq o'ng yanida o'ltirgan xonim bilan bir vaqt tamoq yeyilib bo'g'ich paranglashmay, jimmida o'ltirib yasimi bo'lmaydi-da. U Oraniska xonimga burildi. U xuddi oxirgacha g'ayrat qilayli devatgandek so'z kulkisi bilan inkas qaytardi. Safarda toza charchagansiz-a? so'radi Archer. Ovozi shunchalik tabiiy chiqdiki, o'zim hayron qoldi. Safar jarayonida hech qancha bearamlik his qilmadim, dedi u javoban. Poyezd bak issiqkan shu. Bunisi sizga ayon. Ketmoqchi bo'lgan ashu davlatga borganda bu azobni qayta tatib yilmaysiz, dedi Archer. Ashu yili 4-oyda Archer ovozini ko'tardi. Gallayes va Parijning poyezdlarida necha qitim to'nglab o'lgili tas qolganman. Buning hayron qoluvchiligi yo'q, biroq buning muamoli bor. Biror ideal degandek narsalarga o'rnab olsa bo'ldi emasmi? Oraniska orqadan yana qo'shib qo'ydi. Har qanday safarning o'ziga tushliq jafosi bor-da. Yiroq yerlarga ketishning lazzati oldida bu jafolar hech gap emas, dedi Archer tamkinlik bilan. Oraniskaning chiroyi o'zgarib ketdi. Archer ovozini texmi yuqori ko'tardi. Uzoq o'tmay, o'zim yolg'iz uzoq bir mezgillik safarga chiqaymikin deyman. Oraniskaning yuzi titrab ketdi. Archer Regi Chefrisga qarab, sal so'zilib, texmi o'llik ovozda dedi. Regi, dunyoni aylanib chiqsa qandaq? Demakchi bo'g'inim, hozir kelar aylanib mansaq, sizlar jur'at qilsangiz, menda chataq yo'q. Anlab mush yerga kelganda Regi xonim Marsa Washington tansi kechiriga o'tkazilib bo'lmay, erni hargiz mangdurmaydiganligini aytdi. U tansi kechirigi uning bayram haftasida Amala sanatoriyasidagilarga atab uyushtirdigan faoliyati edi. Erimo muloyimlik bilan u chaqqa bag'inda yana xalqaroliq ot to'pi musobaqasiga tayyorlik mashqini boshlamasa bo'lmaydiganligini aytdi. Ammo Selferitki Mary dunyoni aylanış degan bu gapni tutib oldi. Chunki u ilgari o'zining katerida yer sharini bir aylanib chiqqan edi. Shunga mushu fursatdan foydalanib, tamoq shirasidagilarga O'rta dengiz sahildagi portlarning teyiz cho'nqurligiga oid ko'rgan bilganlardan ancha-muncha so'zlab berdi. Biroq Hindistonni aylanib chiqish uchun 3 hafta ketadi, dedi eri sal yo'l qo'ygandek. U ko'pchilikka o'zining hargizmo yengiltak sayohatchi emasligini tushuntirishga oldirayotdi. Dal mushu chog'da xonimlar o'rinlaridan turishib saroy uyga qarab mangdi. Kutubxonada Lawrence Leffertis bir qancha muhim kishilarning borlig'ini pisandga olmay, so'rinda boshlamchi o'rinni egalladi. Agar ahvol mushundoq ketaveradigan bo'lsa,
Lefertis teximi küvəcəb sözlügül turdi. Turqudan hammadan xəbər ba oldin bilgüchigili o'xshab qolgan edi. Şuğunisi taşqa aylanmağanlı yeri bar idi. Ondaqda biz avlodlarimizning aldamchi Beaufortning bolalari bilan to'y qiladigan boqini ko'ramiz. Hay, bek chekdan oshirib etmisingizchu. Regi Chifris bilan kichik Nevland e'tiroz bildirdi. Bu chaqda Silferitki Mary apandining o'ngsili teximi o'shgan edi. Azab va yerginish ifodasi Van Derletonning ashu sezgur chiroyig'imi chiqib bo'lgan edi. Uning bolalari bormi? Sellerton Jackson vaqiradi. Uning qo'liqini ding tutib javob kutdi. Lefertis kulib qo'yibla bu masaladan o'zini chetga olmoqchi bo'ldi. Moysbit Archerning qo'liqig'i pichirildi. Hamisha hammani o'ng ta'tir qilish qilib turgan kishilar tozimi g'alita. Uyida tuzgurak oshpizi yo'q kishilar tex sirtlarda tamoq yesam yemeklikdan zaharlanib qolaman deb turib oladi. Biroq do'stimiz Lowernesning bu qamchilashlarning sababi bor. Bu qitimqisi mashinistgan, bilishimcha. Ular saroy uyga kirib, xonimlarning orsiga qisildi. U yerda Archer Mayning ko'ran qarashlarini uchratdi. Ham uningdan hamma ishlarning taraqqiyoti ko'ngildagidek bo'ldi degan uchurni ko'rdi. May Oraniska xonimning yenidan turdi. Oraniskani Van Derleton xonim o'zi o'ltirgan oltindan hal berilgan safaga chaqirib apirib oldi. Silferitki Mary xonim saroy uyini kesib o'tib, uning yana bir tarafiga kelib o'ltirdi. Oraniska Mayning qishig'i qarab mangdi. Mengishig'la boshqalar atrofiga o'lashdi. Bu ikki ayol qo'l elishdi. Arqadan May engishib navri hadisni so'ydi. Yanala ayol sahibxonimiz jiq chiroyli ekan. Archerning qo'liqiga Regi Chifrisning kichik Nevland xonimga kusurlagan ovoz kirib qoldi. Archer ilgari Beaufortning qo'pollik bilan Mayning go'zalligi odamni larziga sololmaydi deganini yodiga oldi. Birdamdan keyin Archer dahlizga kelib, Oraniska xonimning chapinini yepincha xiltib qo'ydi. Archerning kallasi shuncha qalayma-qalashib ketgan bo'lsa-mu, biroq boshdan oxir uni o'ng'aysiz ahvolda qoldirib qo'ydigan har qanday gapni qilmaslikka tirishdi. U har qanday kuchning o'z irodasini o'zgartirolmaydiganligiga qat'iy ishonadi. Shunga ahvolning tabiiy holda taraqqiy qilishiga chidab turishga toqati bor edi. Biroq Oraniska xonimning dahlizga kelishiga ergishib, to'satdan Paytunning qishida uning bilan birdam yolg'iz turib olishga tashna bo'lib qoldi. Paytuningiz mushiyadimi? So'radi u. Bu chog'da Nork palto kiygan Van Derleton xonim noyat muloyimlik bilan "Suyimlik ilinni biz uzatib qo'yaylik", dedi. Archerning yuragi qartliqib qoldi. Oraniska xonim bir qo'lida chapini va yalpiguchini tutib, yana bir qo'lini Archerga uzatdi. "Xo'shamisa", dedi u. "Xo'sh. Biroq uzoq o'tmay Parijga sizni ko'gili borman", deb javob berdi Archer o'llik ovozda. O'zigimi ovozi vaqirgandek bilindi. "Hoy, agar may ishkanlar bardig'anlar bo'lsanglar", Van Derleton apandi chaqqan chiqib Oraniskaga bilikini uzatib oldi. Archer Van Derleton xonimga yuzlandi. Minut ichida Payton ichidagi g'uvoliq ichidan u ashu ellipis shaklli yuzni, chaqnab turgan ko'zlarni g'ilpol ko'rib qoldi. U ketdi. Archer eshik oldiga chiqib, Lowernes Lefertis xotinning tuvanga tushayotganligini ko'rdi. Lefertis uning yengidan tortib orqaga chekindirdi-da, Gertrudga yo'l berdi. "Birodar, ata klubda siz bilan kech tamoqda birga bo'lsaqmikin deyman. Qarshtirmaydigansiz." "Ha, rahmat. Xayrli kech." "Murasim haqiqatan naytimi chiroyli bo'ldi, to'g'rimi?" May kutubxonaning eshigida turib so'radi. Archer to'satdan hoshini yig'di. Eng oxirgi Payton yelilimangan. U kutubxonaga qaytib kirib, so'linib olgan edi. Ko'nglida texicha ostinqi qavatda yurgan xotinining udul o'z xonasiga kirib ketishini orzu qiladi. "Kiray, paranglashayli bo'lamdi?" so'radi xotini. "Albatta, siz xohlasingizlar. Biroq cho'qim herib ketdingiz."
Yo'q, harmadim. Siz bilan birdan paranglashishni xohlayman. Ma'qul. Degach, Mayning o'rindig'ini Tom Mashning oldiga surib berdi u. May berib o'ltirdi. Archer o'z o'rniga qaytib bordi. Biroq xeyli bir hazagacha hech qaysisi gap qilmadi. Oxirida yanala Archer ig'iz ochdi. Harmapsiz, ham paranglashqingiz bor ekan. Undaqda sizga aytmasam bo'lmaydigan bir ish bor edi. Ashu kuni kechda aytmoqchi bo'lgan May uningga lappida qaradi. Shuni qadrligim, o'zingizga oid bir ish-ku. O'zimga oid bir ish. Siz harmidim deysiz. Biroq men bak yerib ketdim. May birdamdala g'amkin qiyofatga kirdi. Hey, mushundaq bo'lganligini burunla bilgan edim, Nevland. Siz bek charchab ketdingiz. Balkim shundaqdir. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, endi to'xtay deyman. To'xtay? Qonun bilan shug'ullanmamsiz? Mening ketkim bor. Qandoq bo'lishdan qat'iy nazar, darhol ketkim bor. Qancha yiroqlarga ketsam, hammadan qutulsam. U gapini to'xtatib oldi. O'zining mag'lub bo'lganligini his qilib qoldi. Aslida bu gaplarni so'g'uq talaffuzda demoqchi bo'lgan edi. Gaplari o'zgarishga taqozo bo'lib ketgan, ammo bek charchab holdan ketgan birininkiga o'xshashi kerak edi. Bu odamning darhol o'zgartishga majoli qolmaganligini bildirib qo'yg'isi bor edi. Biroq u nemilik qilsin, heliqi tashna yuragining torlari qattiq titrab ketyotdi. Hammadan qutulay deyman, takrorladi u. Shiraqlarga ketmoqchimi? Masalan, alayliq, qanday yerlarga? So'radi May. Bilmayman. Hindiston yoki Yaponiyadir. May o'rnidan turdi. Archer shu yerda beshini sangilatib, qo'llarida engikini tirginicha o'ltiratdi. U Mayning illiqligi va xushbiroq hidining yuqori tarafida ag'iyotganligini his qildi. Shuncha yiroqqa ketmoqchimi? Biroq qadrligim, ketamazsizmikin? Uning ovozi sal titradi. Meni mobilni epkassangiz boshqa gap. Archer gap qilmag'achqa u yana so'zni davom qildi. Gaplarimi dona shuncha muloyim ediki, har bir bo'g'imi xuddi kichik bo'lqidek uning miyasiga urilatdi. Demoqchimanki, agar doktor meni bog'il qo'ysalar, biroq ular qo'shilmasmikin? Chunki qarang Nevland, bugun tushdan burun bir ishni jazmlashtirdim. İntizar bo'g'inimga uzoq bo'lgan bir ishni. Archer beshini ko'tarib tit bo'lgan holda uningga qaradi. May zo'ngziyib taramlab yosh to'kkan peti yuzini uning tizig'i yoqdi. "Voy, suyimlikim." Deginicha Archer uni oldiga tortib, muzdaq qo'llari bilan sochlarini siladi. Xeyli uzoqcha bir xil jimjitlik hukm surdi. Bu paytda qalbining cho'nqur qatlamidagi o'salliq yana Archerning quloqni yarg'udak kulkisini paydo qildi. Keyin May uning qo'ynidan sug'urilib chiqib o'rnidan turdi. Paras qilamadingizmi? Yo'q. Men to'g'ri. Demoqchimanki, albatta ilgari mo'shundoq orzuda u ikkisi birdam qarishib turib ketgandan keyin yana timtasliqqa cho'mdi. Keyin Archer ko'zlarini uningdan yo'tkab, tarini o'zgartmay so'radi. Boshqalarga deganmidingiz? Faqat opam bilan opangizli biladi. U bir oz to'xtab, o'duqqan holda qo'shib qo'ydi. Peshonasi qizirib ketdi. Yana ellinmi ba? Bir kuni tushdan keyin uning bilan uzoq mungdashgan edim. Sizmi bilasiz? Buni sizga aytgan edim-ku. U menga bekli yaxshi muomalada bo'ldi. Davatdi Archer. Uning yuragi to'xtab qolayli dedi. U xotinining o'ziga ko'zni uzmay tikilib qarayotganligini his qildi. Nevland, uningga avval deganimdan ranjib qoldingizmi? Ranjib qoldingizmi? Nemishqa ranjigudekman? Archer eng oxirgi tirishchiligini ko'rsatib, o'zini besib oldi. Biroq u ishkapda ilgari bo'lgan ish, shundaqmi? Texis sizni bugun jazmlashtirdim dedimikin debdiman. Mayning yuzi teximi qizirib ketdi. Biroq Archerning mixtaq qadalishiga bardoshlik bermoqda edi.
To'g'ri, u chaqda toza ishonchim yo'qdi, biroq uningga bo'yimda qapti degan edim. Qarang, to'g'ri aytibdiman-ku mana. Dedi u o'llik ovozda. Ashu bir jup zangar ko'zlariga g'alaba yoshlari to'ldi. Nevland Archer sharqiy 39-ko'chadagi kutubxonasining yeziq ustida oldida o'ltiratdi. U Markaziy muzeyning yangi ko'rgazma zali qurilganligini tabriklash yuzasidan hukumat doiralari uyushtirgan kutib olish murosimidan texib boyla qaytib keldi. Ashu keng kushadi ko'rgazma zaliga tarixiy yodgorliklar to'langan edi. Bir to'p moda arboblar ilmiy yo'sinda turga ayrilgan bir yurish qimmatlik asar atiqlarning orasida mengib yuratdi. Bu manzara bir aslining burunla dodlashib ketgan purjinisini tuyuqsiz besibatdi. Bu yer ilgari Sizinolaning koni ko'rgazma zali edi. Birining mo'shi gepi Archerning quliqiga kirgan ashu daqiqada atrofidagi hamma narsa uvolishib, par turbasiga yaqin qo'yilgan qo'rim o'rindiqda o'ltirgan o'zila shu yerdagi birdan-bir mavjudiyatdek bilinib qoldi. Şunun bilan bir vaqtda Tiolin terisidan tikilgan palto kiygan bir zilva sima koni muzeyning sifatsiz tar koridorini bo'ylab yiroqlamoqda. Bu xiyoliy tuyg'u bir muncha ulanma tasavvurlarni agashtirib keldi. U o'ltirganicha kutubxonasiga nazar tashlashga boshladi. 30 necha yildan buyon bu yer uning yolg'iz xiyol suradigan ham uydagilar bilan mungdishadigan o'rni bo'lib keldi. Ömrüdeki nurgun haqiqiy ishlarning hammasi mushu uyda bir-birlab yuz berdi. Dal mushu yerda. Taxminan 26 yil burun xotini uningga eg'ir oyoq bo'lganligini oshkorladi. Uning bu xabarni tatinib, yuzlari qizargan holda aytgan holtini hozirgi yosh bir avlod ayollar ko'rgan bo'lsa, kulib tashlagan bo'lar edi. Dal mushu kutubxonada u moy bilan farzandlarining istiqboli to'g'risida nurg'un paranglarni silishdi. Dallas bilan inisi Billning o'qishi, Marining muvaffaqiyatga so'q muomala qilishdagi johilligi va har xil cho'ng harakatlar bilan saxovat ishlariga bo'lgan cho'nqur ishtiyoqi qatorliqlar bundoq paranglarning asosiy temasi bo'ldi. San'atga bo'lgan tomtoq qiziqishi jim turg'isi kelmaydigan, hammaga qiziqadigan Dallasni eng oxirida Nyu-Yorkda yangidan bosh ko'targan bir binokorlik o'rnining xodimiga aylantirdi. Umuman, u kishilar izchil yaxshi puhra deb qarab kelgan bir odam. Nyu-Yorkda o'tib ketgan nurg'un yillar mobaynida har bir yangi harakat, mayli xayr-saxovat xarakterini olgan ishlar bo'lsin, yoki shahar ma'muriyati va yoki san'at jihatdagi ishlarda bo'lsin, uning fikri nazarga ilindi. İmzayı ehtiyojdan qolmadi. Tunji meyib o'smirlar maktabini qurishda, san'at muzeyini qaytadan o'zgartishda, Kroler klubini qurishda, yangi kutubxona qurishda, uy ichi muzika jamiyatini tashkillashda qiyin masalalarga yo'liqqanda kishilar hamisha Archerdan so'rab baqayli deyishadi. Uning kunlari nihoyat mazmunliq ham yuz obro'y bilan o'tdi. U bularni bir odamning barliq intilishlari bo'lsa kerak deb qaraydi. Bir narsadan mahrum qolganligi uning o'ziga ayon edi. Mahrum qolganim hayot gulumdagi g'uncha deb qaraydi. Biroq hozir uni yetmak to'liq mushkul bo'lgan bir narsa qatoriga tizib oldi. Buning uchun tatgan azoblari qattiq umid bilan lotoriya bilti tatib hech nima chiqmagandagi azobdan qilishmaydi. Lotoriyaning soni tumanmi, ammo birinchi darajalik mukofot faqat birla. Turmush uning bilan qerishdi. Ellen Uraniskani yodiga olganda, u xuddi kishilar kino yoki kitoblardagi o'zi zo'xlanadigan bir personajni asga elayotgandek nihoyat tamkin, bemalol kayfiyatda bo'ladi. Yutirib qo'yganlarning hammasi xiyol qiyoslarga mehmon. Bu xiyoliy tuyg'ular shu qadar g'uva. Biroq uning boshqa ayolni o'ylashini cheklayalaydi. U kishilar aytgandek sadoqatman erlarga tava. May tuyuqsiz og'rib o'lib ketganda u uningga chin dilidan qayg'urdi. O'zlarining ko'p yillik o'rtaq turmushi uningga ikki taraf mas'uliyatining izzatini faqat to'yningla saqlab qola oladiganligini isbotladi. Mas'uliyatning izzati yo'qolsa, to'yning bir maydon yirginishlik nafsoniyat bilan qilingan elish ishtali iborat bo'lib qoladiganligini tushundirdi. O'tgan ishlarni asliginida u o'tmishiga hurmat qiladi ham uning uchun echinatdi.
gapning postkallasini aytganda koni turmush usulining o'ziga yarasha yaxshi taraflari bor deb qaraydi. Telefon jiringladi. Archer yenidagi trubkani qo'liga oldi. Ashu kunlar naqadar yiroqda qolgan, ha? Shu chog'larda mis tugumlik chapan kiyib oladigan 2 putliq pochtal yo'llar birdan-bir eng tez aloqalashish quroli edi. Chicagodan biri siz bilan so'zlashmoqchi. Cho'qim Dallasdan kelgan uzun yo'lliq telefon. Shirkat uni Chicagoga avatgan edi. U yerga tunilgan bir yosh boyning ko'l yoqisiga soldirmoqchi bo'lgan turalg'usining planini tuzish haqida so'zlashgili ketgan. Shirkat hamisha Dallasni mushunga o'xshash ishlarni bajarishga avatdi. Vay, dada, men Dallas. Çarşamba kuni dengiz safariga atlansa qandaq? Demoqchimanki, Mauritaniyaga boramiz. Kelar çarşambada yo'lga chiqayli. Bizning xaridorimiz meni Italiya gulliklarini ko'rib kelib, ondan qaror chiqargan, kelar navbatlik paraxotli yo'lga chiqqan deydi. 6-oyning 1-kunidan burun qaytib kelishim kerak. Uning ovoziga to'satdan mamnunlik kulkisi qo'shildi. Shunga vaqtni ching tutishimiz kerak. Dada, yordamingizga muhtojman. Keling-chi. Dallas xuddi mushu uyda gap qilayotgandek qiladi. Ovozi shuncha yaqinda, shuncha rost. Xuddi tam mashinadagi amroq o'rindiqiga erinchoqlik bilan o'zini tashlab o'ltirgandeklar. Agar uzun yo'lliq telefon, elektr chirog' va Atlantik okeanni 5 kunda to'g'risiga kesib o'tishdeklar tunishliq ishga aylanib qolmagan bo'lsa, Archer cho'qim qattiq hayron qolgan bo'ladi. Biroq bu kulki ovozi yanada uni cho'chitibdi. Uningda karomat tuyg'u yana paydo bo'ldi. Shuncha cheksiz zamin ayirib turgan tursa, o'rmon, tog' daryolar, o'tloqlar, qaynoq shaharlar va tuman minglagan munosabatsiz odamlar. Dallas kulib turib uningga aytdi. Albatta, qandaq ish yuz berishdan qat'iy nazar, cho'qim birinchislar qaytib kelishim kerak. Chunki Vanni Beaufort bilan 5-slar to'y qilaman. Turibkidan yana o'g'lining ovozi yangradi. O'ylanib baqay? Bo'lmaydi, apandi. 1 minut o'ylanishqim bo'lmaydi. Hozirla javob berishingiz kerak. Nemishqa bo'lmagidak? Qani ayting-a. Agar bir sabab ko'rsatalsangiz, bo'lmaydi. Buni bilaman. Әмісі мұшындақ бекіттік. Пәмімче әт қылыдыған бірінші ішіңіз Кеонаттың ішханысының ішік қоңғырғыны бесішқо деймін. Ені бір гәп, әң яқсы Марселға беріш келіштің параход белтідін бірні заказ қып қойың. Гепімні аңлаң. Дада, бұл біздің әң ақыр қетім мұшындақ ұсылды білі сәпәрге чықшымыз бап қалуды. Бәк яқшы олды. Қошылыдығалығыңызды біләттім. Чикаго тарап телефонны үзіп әтті. Archer o'rnidan turib, uyda u yoqdan bu yoqqa mengishga boshladi. Bu ularning eng oxirgi qitim mushundaq usulda bil safar qilishi. Bolaning digini to'g'ri. Dallas to'y qilgandan keyinmi ota bola ikkisi yana nurg'un qitim bil safar qiladi. Buningga u mutlaq ishonadi. Mayli kishilar qanday qarashda bo'lsin, Vanni Beaufort ota bola o'tirsidagi yaqin munosabatga aralasha olmaydi. Aksicha, Archerning ko'zitishicha Vanni tabiiy bu xil munosabatga singib kirib ketadigandek qiladi. Ammo o'zgarish degan o'zgarish, farq hamon farq. Garchi u kelgusdagi keliniga nisbatan noiti yaxshi tuyg'uda bo'lsa-mu, biroq o'g'li bilan yolg'iz qiladigan eng oxirgi safar uni yana noiti jalb qildi. Mayning o'lganiga 2 yil bo'ldi. Shuningdan e'tiboran u doimli qoidalarga Archerning davomli amal qilib ketishining hojati qolmagan edi. Bolalar uni chet ellarga chiqib aylanib kelishga dalolat qildi. Mari Chifres chet elga chiqib rasm ko'rgazmasi ko'rib kelsa, cho'qim ko'p foydasi bo'ladi deb qaraydi. U bu xil davolash usulining sirliqligi, unimining yuqori bo'ladiganligiga Marini ishontirgan edi. Archer o'zini odat, aslama va yangi shaylarga bo'lgan hayronlikning ichiga tushib qolganda his qiladi. Vanni Beaufort ota-onasi o'lib ketgandan keyin 18 yoshida New York ijtimoiy aloqa sohasida paydo bo'ldi ham xuddi 30 yilning oldidagi Oraniska xonimdeklar bu qatlamdagilarning mehr muhabbatiga erishdi. Yuqori tabiqatidagilar uningga ishonmay yoki qo'rqib yurmayli qolmasdan, balki uni xushallik bilan o'z qo'yniga oldi. U chiroyli, yumoristik ham har tarafdan talantli edi. Kimning kori deysiz?
hech kim uni yana unchalik ichtarlik qilib dadisining tarixini va uning kelib chiqishini surishtirib ko'ni xamanni so'rib yurmaydi. Nevland Archer mehmonsaroyning derazasidan Parij ko'chalaridagi dabdabalik, xushal xuramliqqa cho'milgan manzarlarga qaradi. Qalbini yoshlik bahoridagi qizg'inlik va amalsizlikning yana tilg'avatganligini his qildi. Uning kundan kunga kengayib berayotgan ashu talas to'kkisining ostidagi yuragi mundaq tipchaklamaganga uzoq zamonlar bo'lib ketgan edi. Shunga buningga agishibla bir xil qaqshalliq sezimining bo'sib kirishi bilan chekilari qizib ketdi. U o'g'lim Vanni Beaufortni ko'rgandimi mushundaq sezimda bo'lamdigando deb o'ylab qoldi. Arqadan cho'qim undaq emas deb jazmlashtirdi. Uning yurak so'qishimi cho'qim tezlashidi. Biroq ritmi menikiga o'xshamaydi degan cho'nqur xiyol buningga agashdi. Arqadilla u yana yoshlarning to'ylish chiqib tutishganligini jakarlagandiki, erkin qiyofatini, oilasidagilarning qo'shilishiga bo'lgan ishonch o'xshib turadigan simasini ko'z oldiga keltirdi. Farq shu yerdiki, bu yoshlar o'zlari erishmoqchi bo'lgan narsaga erishishga haqliqmiz deb qaraydi. Biroq bizning u davrimizdagilar erishamaslikni qoidaga uyg'un deb qaraydik. Shuningga aqlim yetmaydi. Ishqi ishonchi bor ishmi yurakni larziga solalamdiganda. Parijga kelganning atisi. Bahar aptipi cho'ng echivitilgan derizdan bahuzur kirib, Archerning usti boshlariga chechilmoqda. Pastdagi o'ndum maydoni quyosh nurida jilvilnib yotadi. Dallas bilan chet elga safarga chiqishda uning o'tirg'i qo'ygan birdan-bir sharti Parijga borganda yangicha pasondagi binoda turishga zo'rlamaslik bo'lgan edi. Ha, ma'qul. Albatta bo'ladi, degan edi Dallas rayishlik bilan. Sizni xushallik topadigan Bristol degandek kona pasondagi joyga boshlab boray. Uning heliqi 100 yillik tarixga ega xon qo'nalg'usini xuddi kona bir mehmonsaroyning kepini qilayotgandek tilga elishi dadisini dong etib turg'izib qo'ygan edi. Kishilar hozir uning zamondan qolgan qadimiyligini va xaroba holatidagi yerlik alohidliklarni ko'rish uchunla ziyorat qiladi. Titliqda o'tgan ashu eng dastlabki kunlarda Archer Parijga berishni yenishlab xiyol qilgan edi. Keyin u yerdagi odamga bo'lgan intilishi suzladi. Uning faqat Oraniska xonimning turmush orqa ko'rinishi bo'lgan u shaharnala ko'gis keladigan bo'lib qoldi. Dallasning qo'llari uning yelkasiga mehr bilan artildi. "Hay, dada, haqiqatan bak go'zalkan, shundaqmi?" Ular deriza tuvida sirtqa qarab birdam jimjit turdi. Arqadan yigit yana eg'iz ochdi. "Haras, sizga bir gapni yetkazay. Oraniska xonim bizni soat 5:30da uyda kutmoqchi." U bu gaplarni noaytimo tabiiy dedi. Xuddi mundaqli bir xabarni aytayotgandek, masalan, o'zlarining atigan mashina bilan Florensaga menish vaqtini aytayotgandeklar. Archer uningga qaradi. Uning yoshlik shatliqlari urg'ib turgan ko'zlaridan Mengot momasining ko'zining kaynida ko'zi bordek ashu xil qarashlarini ko'rgandek bo'ldi. "Voy, sizga aytishni unutibdiman", dedi Dallas. "Vanni mendan Parijda 3 ishni qilishimga va'da olgan. Debasining naqshi nota to'plamini setib olish, Punch cho'ng teatrxonasiga berib qo'nchoq o'yini ko'rish, yana biri Oraniska xonimni yo'qlash. Sizmi bilasiz, Beaufort apandi Vannini Buenos Airesdan bayram o'tkazishga akilib qo'ygan chaqda Oraniska xonim uningga nihoyatda yaxshi muomala qilibdi ekan. Vannining Parijda birmi do'sti yo'q chig'ida u uningga do'stona muomalada bo'pti. Aram kunlari u yer bu yerlarga opirib o'yintibdi. Oraniska xonim birinchi Beaufort xonim bilan cho'qim yaxshi do'stlardan bo'lsa kerak. Albatta, u yana bizning navri tuqunimizda. Shunga tushdan burun uningga telefon berib, ikkimizning bu yerda 2 kun turadiganligimizni ham uni yo'qlab bag'imiz borligini aytgandim. Archer yanala ko'zlarini chekchaytganicha uningga qarab qoldi. Uningga bu yerligimni aytdingmi? Albatta, nemishqa aytmoqdakman. Dallas shetililik bilan qishini aytib qo'ydi. Arqadan javobga erishamaganlikdan dadisining bilaklarini tutib, ishonchlik holda siqib qo'ydi. "Hay, dada, uning taqdirqi qandaqroq?" O'g'lining bemalol erkin qarashlaridan Archerning yuzlari qizardi.
Hay, rostini ayting-a. Ilgari uning bilan yaxshi do'stlar ekansiz, shundaqmi? U bak o'maqmidi? O'maq. Hay, bilmayman. U o'zgacha edi. Ha, to'g'ri aytdingiz. Natija ko'pincha mushundaq bo'ladi. Shu emasmi? U ko'z oldingizda paydo bo'lganda bahla alayda bilinadi. Biroq nima uchunligini deb bermaysiz. Bu mening vanniga bo'lgan tuyg'um bilan tamoman o'xshash. Dadisi orqasiga bir qadam dajib, uning belaklaridan yo'lqinib chiqdi. Vanniga bo'lgan sezimingmi? Ay, biroq suyimlik birodar, men u shundoq bo'lishini orzu qilatdim. Shug'unisi undaqligini uqqanmidim-ku. Bo'ldi, to'la joyillik qilmang. U ilgari sizning vanniringizmi-ti? Dallas tamamen yangi davrga tavaladin edi. U Nevland bilan May Archerning tunji o'g'li. Biroq uningga eng aqalli hayoni singdirishmi tas bo'lgan edi. O'nchilik sirliqlashtirib etishning nima zaruriyati? Unda qilgan siri odam haqiqiy ahvolni bilishga texmi qiziqib ketadi, deb o'kti qopatdi u har qitim ogohlantirilganda. Ammo Archer uning erkilashlaridan vafodorlikni ko'ralaydi. Mening vannerim. Ha, shu yiliqi ayol. Uning uchun hammadan voz kechmoqchi bo'pti-kansizg'u. Shug'unisi undaq qilmabsiz, dedi o'g'li uni texmi hayron qoldirib. Undaq emas. Archer noyati dabdablik holda takrorladi. Dal shundaq. Qadrlik dada. Apam buni burunli menga aytib bergan. Apang? Shundaq. O o'lib ketishning oldingi kuni hujrasiga meni yolg'iz chaqirgan edi. Yodingizda bormi? U siz bilan birga bo'lsak, noyati bexatar bo'ladiganligimizni, ya'ni kelib, menga bexatar bo'ladiganligimizni aytgan. Chunki bir qitim u eng talpinadigan ishingizni qilishga ijozat berganda, u yo'lga mangmabdi-kansiz. Archer bu ajoyib xabarni anglab hayron qolganligidan demi ichiga tushib ketdi. Ko'zlari yanala derisi tuvadagi quyosh nuriga, odamlar mig'ildab yurgan maydonga ifodasiz tikilgan edi. Oxir u asta pichirladi. U azaldan meni qig'ilib qo'ygan emas. Ha, to'g'ri, unutib qoptiman. Ishkanglar azaldan bir-biringlardan biror ishni o'tinib boqmabdi-kansizlar, shundaqmi? Ham azaldan qarshi tarafga hech qanday ishni aytib boqmabdi-kansizlar. Faqat o'ltirgan joyinglarda bir-biringlarni ko'zitib, qarshi tarafning ko'nglida nima o'ylayotganini faraz qilib o'tibdi-kansizlar. Amaliyotda oila gazkachilar sanatoriyasiga o'xshab qopti-kan. Hey, o'tishmanki, sizlar u davrning odamlari qarshi tarafning maxfiyatliklarini tushunishda bizning o'zimizni tushunishimizdami ko'p ilgirlab ketgan-ku deyman. Bizning bularni qezishga cho'limiz yo'q. Dallas to'satdan gapini to'xtatib turib qoldi. Menga qarang dada, mendan ranjib qolmagansiz? Agar xafa qilib qo'ygan yerim bo'lsa, Henry oshpozilga opirib, tushlik tomoq bilan sizdan apu so'ray. Tomoqdan keyin yana darhol Versalga bormasam bo'lmaydi. Archer o'g'li bilan Versalga berishib bermadi. Bir tushdan keyin o'zi yolg'iz Parij ko'chalarini aylanishga rozi edi. Ömür bo'yi ichiga yutib kelgan o'kinishini va xotirlarini darhol tozalash kerak edi. Birdamdan keyin u Dallasning palapatishligidan qayta afsuslanmadi. Nimalar degan bilan biri uning ko'nglidagini tepib oldi, ham uningga hesdashlik qildi. Bu xuddi uning yuragini bo'g'ib turgan simni elvatgandek ish bo'ldi. Buni ishga oshirgani dal xotinining so'zi edi. Bu uni texmi ta'sirlantirdi. Dallas kuyimchan ham ko'zdish iqtidoriga boy bo'lsa-mu, buni tushunib yetolmaydi. Bolaning nazarida u qistirma kuy faqat bir arzimas o'ngishsizlik, bekorg'ili zehnini xo'ratgan echinishlik ish edi. Ammo faqatli mushundaqlamidi. Archer Elichi ko'chasidagi uzun o'rindiqda gangrab o'ltirmoqda. Turmushning jiddiy iqini uning yenida o'rkashlab ilgirlamoqda. Bir necha ko'chaning nerisida bir qancha soatdan keyin Ellen Uraniska uni kutib oladi. U erining qishig'i izchil qaytmadi. Bir qancha yilning oldida eri o'lib ketgandan keyinmi turmushida hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Mana endi har qanday ish uning bilan Archerning jam bo'lishiga to'salg'i bo'lolmaydi. Mana bugun tushdan keyin Archer uni ko'ngli bo'lmoqchi. U
o'rnidan turib Konkord maydonini va Doylil gulligini kesib o'tib, Louvre sarayiga piyoda yurib ketdi. Ellen ilgari uningga doim shu yerga bordiganligini aytgan edi. U ko'rishdan ilgirki bu minutlarni Ellenning oyog'i tekkan, shundaqla yaqindan buyon esiga kelib qolgan joylarga berib o'tkazish xiyolida bo'ldi. Tushdan keyingi ko'zni qamashtiradigan aptatda u bir rasm koridordan yana bir rasm koridorga berish bilan 1-2 soatcha vaqtni o'tkazdi. Unutilib ketay deb qolgan ashu nodir asarlar ko'z oldida bir-birlab namoyon bo'lib, qalbida go'zallikka bo'lgan mangulik ham nafaslik paydo bo'ldi. Qandaqla bo'lsin, uning turmushi ma'naviy echirqash ichida o'tgan edi. U mehmonxonaga qaytib kelib, Dallas bilan uchrashdi. Ikkalan birlik maydonidan yana bir qitim billa o'tdi-da, ko'rikka chiqdi. Dallas dadasining nima xiyolda ekanligini bilmaydi. O'zining Versalda ko'rganlarini so'zlash bilan aldirash edi. U burun bir qitimliq dam elishida u yerga faqat birli qitim berib sayohatda bo'lgan, ko'rib bilishga fursat bo'lmagan sayohat o'rinlarining hammasini ko'rib, uydagilar bilan zo'rg'a Shvetsariyaga berishdan qolgan afsuslanishning o'rnini to'ldirib olishga muyassar bo'lgan. Avjiga chiqqan qizg'inligi va qarisiga chiqqan hukmlari uning so'zlarida ha degandila yo'chiq qoldirib turadi. Dallas tuyuqsiz eg'izini yumdi. Andın dadısının belikini tutup to'lib etdi. Ular Meyip harbiylar sanatoriyasining oldidagi daraxtlikka kelib o'ltirgan edi. Mansard loyihalagan qurilish amdili biq chiqagan daraxtlar bilan uzun ketgan kulrang imorat ustida tushdan keyingi quyosh nurini to'liq o'ziga simirib olgandek to'limi nafs ko'rinadi. Archer Oraniska xonimning Meyip harbiylar sanatoriyasi atrofidagi bir ko'chaga yaqin mahalda turadiganligini biladi. Bu joyni intayin yo'shirun deb tasavvur qilib, uni yo'rtadigan parlaq nurni yodiga keltirmagan edi. Mushu paytda paydo bo'layotgan ajoyib tasavvurlar natijasida u oltin rang nurlar Archerning qalbida Oraniska xonimni o'rab turgan yo'riqlikqa aylanmoqda edi. 30 yilga yaqin vaqtdan buyon Oraniska xonimning turmushi dal mana mushundaq rangdor muhit ichida o'tdi. Mushu chaqda fransiyalik yeliqi yigitning Esil suhbat ne kadar bebaha, shundaq emasmi? degani tuyuqsiz yodiga keldi. Archerning Reviy apandini ko'miginiga 30 yilchi bo'ldi. Boshqalardan u to'g'riliq gap so'zmi anglamadi. Mushningdilla Oraniska xonimning turmushi to'g'risida Archerning hech nima bilmaydiganligiga hukm qilish tas emas. U ikkalan dunyoning ikki chetida yerim umrdan ko'proq vaqtni o'tkazdi. Oraniska xonim bu uzoq yillarda Archerga notunish bo'lgan kishilar orasida yashadi. U yashagan jamiyatni Archer faqat quvvat tasavvur qilish imkoniyatiga ega. U turgan muhitni Archer mangu to'liq tushunishga amalsiz. Bu mezgilda Archer 10 yoshlik davrdan qolgan aslimi sifatida saqlab keldi. Undan boshqa shundaqla haqiqiy do'st birodarlarining bo'lganligi aniq. Balkim Oraniska xonimi uningga aloqador o'zgacha aslimlarni saqlab qolgandi. Biroq shundoq bo'lgan holatdami bu aslima tavakkuli o'xshaydi. Quyosh nurini sundirg'uchi illiq tumanlar asta-asta havoni qopladi. Havoda elektr lampalarning seriq nurlari onda-munda ko'rilishga boshladi. Ular kirgan kichik maydonda odamlar shalang edi. Dallas yana bir qitim to'xtab, beshini ko'tarib qarab baqdi. Cho'qim mushiya, dedi u dadasini qo'ltiqlagach. Archer uning bu harakatidan o'zini qochirmadi. Ikkalan to'xtab, beshini tangli ko'tarib, ashu binoga qaradi. Zamonaviy fasondagi sutrang bu binoning ko'zga chiliqidek alohida yerlari yo'q edi. Ammo derisi bak ko'p. Uning ustiga oldi tarafidagi maydon to'limi kengri edi. Shundaqla balkonlari kishiga huzur beradi. Qanchinchi qavatligini bilmayman. Dallas ishga berib beshini tiqdi. Qaytib kelib dadisiga dedi. 5-qavatgan. Cho'qim ashu soyvanlik uyg'u deyman. Archer yuqoridagi ashu deriziga tikilganicha qimirlamay turib ketdi. Qarang-a dada, soat 6 bo'lay deb qopti, dedi o'g'li uningga askartib. Dadisi yon tarafga burildi. Ko'zlari daraxt tubidagi bir bo'sh o'rindiqqa tushdi. "O yerda birdam o'ltiraymikin deyman." "Nima? Mijozingiz yo'qmi?" O'llik so'radi o'g'li.
Hech ish yo'q. Seni yolg'iz kirsinmikin deb o'ylayapman. Dallas dadısının oldida arsalda bo'lib turib qoldi. Buning tegiga yetmay tengirqab qelayotganligi aniqli edi. Dada, chiqmayli qo'yay deb o'ylayapamsiz qandoq? Bilmayman, dedi Archer astag'ina. Agar chiqmasangiz, u qandoq o'ylab qolar? Chiqayva bolam. Kayningdili chiqib qolaman balkim. Dallas qorong'uda uningga toza bir qarab etdi. Biroq uningga nima deb tushundirman? O'g'lim, bir gap topolmay qolasanmi? dedi dadasi kulib turib. Ma'qul. Sizni zamonning keyinda qolgan 5-qavatga palampay bilan chiqishga roziki, liftni chiqish kelmaydi deb qo'yay. Dadasining chiroyida yana kulki jilbilandi. Meni zamonning keyinda qolgan desangli kupoya. Dallas uningga yana bir qarab qo'yib, tushunamaganligini bildiradigan bir harakatni qildi-da, agmi eshikda g'oyib bo'ldi. Archer o'rindiqda o'ltirib, yilqi soyvanlik balkonga davomli tikildi. Ko'nglida vaqt hisoblashga boshladi. Lefet o'g'limni 5-qavatga ep chiqdi. Eshik qo'ng'irqib besildi. U dahlizga kirdi. Ondan mehmonxonaga boshlab kirildi. U Dallasning chabdas, mag'rur qadam bilan uyga kirayotgan holatini, odamga shodlik ato qiladigan kulkilarini tasavvur qilg'ach, o'z-o'zidan so'radi. Ba'zilar bu bolani menga bakla o'xshatdi. Bu gap to'g'rimidu yoki? Orqadilla u mehmonxonadagi kishilarni tasavvur qilishga urindi. Ularning orasidagi tatrangu, miskin chiroy bir g'amkin xonim beshini ittik ko'tirib engishib ahvollashadi. Uchtal uzuk silvagan o'riq qo'lini uzartdi. U Archerning tasavvuridagi tam mashga yaqin qo'yilgan sofaning bir burchigida o'ltirmoqda. Keyindagi shiraga bir dasta kakuk guli qo'yilgan. Menga nisbatan aytganda, bu yerda qolganim chiqqanimdimi bakrak chilliq ma'nosiga ega. Archer mushi gaplarning eg'izdan chiqib ketganligini tuyuqsiz anglab qoldi. Chilliq ko'langusining eng oxirgi aniqligini yo'qotib qo'yishdan ansirgashga o'rinda qimir qilmay o'ltiraverdi. Vaqt minut qo'g'lishib o'tmoqda. Bara-bara texmi g'uvolishayotgan qorong'uda u oshu o'rindiqda uzoqcha o'ltirdi. Nazri yeliqi balkondan izchil yo'tkalmadi. Axir derazadan chiroq nuri ko'rindi. Birdamdan keyin balkonda bir xizmatkor paydo bo'ldi-da, soyvanni yig'ib derazani yepivatdi. Bu chaqda Nevland Archer xuddi kutayotgan belgini ko'rgandek asta o'rnidan turib, mehmonxona tarafga yolg'iz yurib ketdi. Hurmatli radio anglag'uchilar, Amerikalik mashhur yozuvchi Edis Whartonning G'ubarsiz yillar nomli romanini butunlay anglitib bo'ldik.